Haşim dada. Haşim dada. Ne oldu kızım? Nimaga buncha vaqt yugurib ketding, ha? Sizlarni ko'rib yugurib keldim. Men seni ishni qo'g'lab ketgan o'xshaydi debdim. Sulayxon onam bilan Xuncham uyda yo'qmi? Ha, ular hozirlik keladi. Uyga kirgin qizim. Ma'qul. Jira. Haşim dada, Sulayxon onam bilan Xunchamlar kelguncha bo'lmasa men tamoq atkashtiray. Bo'ldi qizim, nimaga avara bo'lasan? Sen degan mehmon tursan. Tova, o'tgandila texi o'zimning bolasi deb atadilar. Endi kelib mehmon bo'lib qoldimmi? Sana gap deb bagil bo'lmaydi, jumo qizim, bo'pti, lag'man etgan. Ma'qul, ular kelguncha oshni etib pishirib tayyor qilay. Ma'qul qizim, lekin seni bak avar qilib o'tadigan bo'ldik-da. Undaq deymizlar Hashim Xunchong dada. Men Xunchamga o'xshash sizlarning qizlar tursam, meni avar qilgan ish yo'q. O'zimning ishi deb qilaman. Ota-onang hayot bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi. Xudoyim baxtingni beray qizim, baxtingni beray. Hashim Xunchong dada, men tamoq qilaveray. Ma'qul. Peshangiz ochiq yaxshi qiz bo'ldi, Xudoyim. Baxtingni bersin qizim. Assalom, qanday ahvollaring? Yaxshi turishiblar. Tinchlikmi? O'tirsizlar. Qizim, Guljamalning onasini yolg'iz qo'yishga ko'ngli soat unmaydigan o'xshamamdi. Ha? Ha, ana. Men uning shuncha ko'p gap qildim, lekin u faqat yaqin yo'l atmadi. Bu balni qanday qilsak bo'lar? Voy, Guljamal, seni Hashim Xondadan oshatga saptida jinim bolam, ha? Adash, qachon kelding? Dadam seni toz avar qilibdi-da, ashatkil silib, ha? Yo'q, o'zim etaman dedim. O'tir, Adash. Ma'qul. Akila men qilay. Bo'ldi, o'zim qilay. Seni avar qilibdiq jinim bolam. Asli sen bu uyga kirib o'ynab ketganing o'zim bir cho'ng ish emasmi? Undaq deymizlar, Zulayxona. Bo'ldi qizim, menga beringlar. Sizlar boqqa kirib toza bir mungdishib olinglar. Gapinglarni yig'ilib qolganda qachon. Adash, yaqinda Mehmet Tursunoxon bilan ko'rishdingmi? Ha, tunigun tushdan keyin ketdikan. O'zi yolg'iz ketdimi? Ha, Olimjonning putini siyolga besibotdikan. Shunga u ikkisi birga kelolmabdi. Ig'irmikan? Ancha ig'ir emaskan. Hozir xeli yaxshi bo'lib qoldi deydi. Yo'qlab kelamsan bo'lmasa. Adash, Mehmet Tursunoxon yana qachon keladi? Men uni endi kamdan dedim. Dadam bilib qolsa xafa bo'ladi. Uning ustiga pat yaqinda choy akiladigan o'xshaydi. Mushundaq chaqda uya bu yerda ko'rishib yursak yaxshi bo'lmag'idek. Dadam onamlarning oldida o'zimni oyog'im yaxshi. Ahlinga barakalloh Adash, to'g'ri o'ylabsan. Deymizmi ota-onalarning bizni cho'ng qilib mushunchalik qilmag'i oson emas. Cho'ng onamni deymamsa texi, o'tganda o'rik eg'itsam shunda xop bo'lib ketdi. U nima deydi texi, qiz bola degan eriqdan otlisimi yomon bo'ladi. Shu eriqdan otlama deydi. Adash, sana deyman deb unutib qopdiman. Yaqindan buyon bir odam keynimda poylab yurgandekli qiladi. Baq qo'rqyaptiman. U odamni tonimayman. Qarabasım shu odam tushimga kirdi. Qanday qilaman? Undaqmi emasdi Adash? Yoki bo'lmasa u kishi sen tonim deya? Yo'q, u odamni hatto men ko'ribmi baxmagan. Bugun mush uyga kelishimda yo'l bo'yidagi daraxtlikda turibdi ekan. Ko'rib shunday qo'rqib ketdim. Shuning bilan shigirab keldim. Adash, endi yo'l yursang diqqat qiljimu? Ma'qul. Xuncham, men va'da bergin, bu ishni cho'ng onam uqib qolmasin. Ma'qul.
Ma bo'lamdi nima Aychamxon? Patamxon, ma'nam qaranglar, ma xil bo'ldigandek turdi. Ha, guli xil chiroyli ekan. Ma uchu. Ha? Ma o'tib olay. Ma o'tib olay. Ayşamxon, uyga kirib bir piyola choy ichib mangsizlar. Ay, rahmat Patamxon, rahmat. Keyin keladi. Rahmat sizlarga. Ko'p avor qildim. Voy, cho'nam qaytib ketdi-da. Ha, bolam, Cho'na qaytib keldim. keldingizmi? Akalim, men olay. Kellimi Patamxon ana? Ha, bolam. Ustiga chiqib o'tirib eling, cho'ngani. Voy. Toza ho'g'onsiz cho'ngani. Yerishni-g'o toza xodim bolam. Bozorda oyninib bulanmay, u yoqni cho'gilab, bu yoqni cho'gilab. Oran tasdiqmishlarni ib chiqdim endi. Ustabmi qolgansiz bir o'tlam choy ichib eling. Rahmat bolam. Ha, ras bolalarim. Sizlarga bozordan bu rahlarni ib chiqqandim. Sizlarga yaramiki ko'rib yiqing. Ko'rpaqa adash. Bu atlas hajab chiroyliqga. Rahmat Patamxon ana. Har qitim bozorga kirsangiz, bizga kiyimlik rahlarni ko'rsiz. Bir qitim o'zingizga bir necha qo'rni ib qo'ysangiz, yomon ketadimi cho'ng ana? Voy bolam, bizning kiydigan vaqtlar o'tib ketdi endi. Sizlar kiyimsanglar qandoq bo'ladi? Siz kiysingizmi toza yaxshi bo'ladi. Sizmi kiying cho'ng ana? Ma'qul bolam, ma'qul. Doim ma'qul deysiz, yo kiymaysiz. Bugun ota-oydan chiqqan rahlar sizlarga yormadim bolam. Yaridi, yaramamdigan. Siz og'ar rahlarni yaratmay bizning haddimizmi? Biz o'riklarni qaqsiylik deylik. Ma'qul bolam, ma'qul. Chira adash. Bugun bizninkin salayli, at seninkiga boraylik. Ma'qul. G'uncham bolam, Ha? Zilayxon uyga sen to'g'riliq nechaylarni so'zlashib ketdi deydi-g'u. Ha, Patamxon ana. Undaqda sen qo'shildingmi bolam? Qo'shildim. Qo'shilmay desam, uyga nurg'un elchi keldi. Hammasini rad qilib keldim. Anam bilan dadamni o'ylamasam bo'lmaydi ekan. Uning ustiga Guljamol berib anamga bu qitim elchiga hasrat qilmaslikni deb turib oldi. Men faqat amal qilolmadim. Ular pat arada uyga choy akilanish. Men sendin bek rozi bolam. Sen Guljamol yolg'iz qoladi deb to'y ishingni necha yil kechiktirdim. Qizimning seningdek do'sti bo'lganligidan men bek xushal bolam. Lekin do'stingni deb ota-onangni ranjitsang bo'lmaydi. Mal bizning Guljamoldek joylik qilmay, sen bo'lsangmi patroq to'y qilib ota-onangni xush qilmasang bo'lmaydi. Ma'qulmi bolam? Ma'qul. Cho'ng ana, lekin men to'y qilmayman-chi-mu? Bolam, sen davomli shundoq deysan. Agar yaxshi kunning yomoni bo'lib o'lib ketib qolsam, dadang bilan onangga nimami deyman? Men qiyirib qoldim. Salomatlikim kundan kunga nacharlashyotdi. Bo'ynimdagi bu qarzni ado qilishga fursat bermasam, men u olamda qanday xotirjam bo'laman bolam? Yig'lamang cho'ng ana, ma'qul. Ko'ngillarni yerim qilmaslar Patamxon ana. Senmisiz? Men to'y qilay. Endi xush bo'ldingizmi? Undaq bo'lsa, bu uyga kelgan elchilarni endi yondirib o'tmaysan, jimo bolam. Ha, mundaqdan, undaq bo'z 60 yoshlik birisi olaman deb elchi kirgisin berib o'tgansiz-da, mendan zerikibsiz. Nadim shundoq ish bo'lsin bolam.
Sen mening bolam tursan. Shuni deyman, agar kirganlarning hammasiga ma'qul devasangiz, haq men o'ltirib qolgan qiz o'xshaydi, demamdi. Shunda qilguncha. Yotayli bolam, yotayli. Ma'qul. Ma'qul. Oy, G'uncham qizim, o'ylini sen sipirib o'tamsan. Ha. Guljamal qani, o'zi sipasin. Guljamal hozir texsug'ich ketdi. Aka bolam, undaq bo'lsa men Bo'ldi, sipiray. Fatimxon ana, memisining qizlariga o'xshashku. Ma'qul bolam emsi. Sipirib bo'ldingmi? Aka. Bo'ldi, o'zim qilay. Cho'ng ana. Fatimxon onam baqqa kirib ketdi. Ha, men to'lab chiqay. Adash, bu o'zim toza ichadigan o'xshaydi, ha? Fatimxo'cha! Hey, kim o? Dadamni ovoz chiqib o'tadi-ku. Chapsan bo'l. Voy, Hashim axın kepdi-ku. Qani Hashim axın, yuqoriga chiqsizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allohu akbar. Techaman turdilimi Fatimxo'cha? Sizlar xalla yaxshi turgandi. Yaxshi turyapti. Uzun bo'pti ko'rishmagili. Etizeriqning ishlari bilan aldirash deysizlar, Guljamal G'unchamlar ko'rinmaydi-ku. O ishkisi o uyda o'smi qo'yishyaptam lekin. Balla bazaga kiramiz debdikan. Onasi pul olib berslar deb o'ltirg'izmidi deysizlar. Guljamal bolam. G'uncham bolam, bu yoqqa chiqinglar. Hashim axın dadanglar kepti, bo'linglar. Dada, bu yoqqa kepsiz. Assalomu alaykum Hashim axın dada. Va alaykum assalom qizim. Guljamal, yaxshi turdingmi? Zulayxon onam yaxshi turgandi? Yaxshi turdi qizim. G'uncham Dushan bozorga berib o'ynab kelamiz debdikan. Shunga onasi pul olib beringlar deb o'ltirg'il qo'ymadi. Atayin sho'yishib kelishim. Dada, bek avar bo'lib ketibsiz. Biz faqat aylanib chiqayli degandik. Voy qizlarim, mayli bir narsa elinglar yoki ammanglar bozor deganga pul olib bormasa, u bozor bo'lmay, maza bo'lib qoladi emasmi? Mana az bo'lsin buni elib, toza o'ynab kelinglar, ha? Xo'sh, Fatimxo'cha, men suv tutmoqchidim. Birdam o'tirib mangmay Hashim axın. Bo'ldi, qaytay. Keptirala Hashim axın dada. Tushdan keyin G'unchamga choy keladigan. Men uyga berib ish ishlarni baldiroq tugatgach turay. Ma'qul amsa Fatimxo'cha, men qaytay. Ma'qul, xudoga omonat. Xo'sh. Xo'sh, xudoga omonat Hashim axın dada. Yaxshiroq o'ynab kelinglar Xudoyim qizlar. omonat dada. G'uncham, olimjon o'qitib saqayib qolganmidi? Bu chaqqicha yaxshi bo'lib qoldimikin? Meningcha olimjon ata harmini o'zi yolg'iz haydab keladi-ku deyman. Hay, bu yil to'y qilsang, kelar yilgi bog'ich qo'sqon yo'g'inab mushundaq bo'lsa, uydakdak ig'anglab kelsan degina qandaqmi qilaman? Qara gapingni. Bu qilin, to'xta. Qochma. Oyoqqa berib kirpaqayli, kirpaqayli. Chira bu yoqqa kirpaqayli. Akra, men ko'raman. Bo'ldilar. Oyoqqa berib baqayli. Oyoqqa berib ko'rib baqayli. Ma'qul. Bu yoqqa kelar. Bu yoqqa. Qara, bu nima deydi? Qara o'rningdan. Bo'ldi. Bo'ldi, yurib boraylik. Oldiga narsalarni yig'ib boraylik. Olmaydigan narsalarni G'uncha, qara oboning olmoqligini.
Muşun alay. Muş qılarang dikisini. Ha. Mana pul. Yana boshqa narsa olmamsiz? Rahmat. Bo'ldi. Boshqasini olmayman. Mang'amdi. Qara, avvalo o'moqligimni. Ashan dedimmi? Ma'qul. Mana baraylik. Çayını. Qani. Oy, sizdan kelsin Sala. Ashqallah. Ashqallah. Qani. Rahmat. Qani elish qayla. Qara. Basla. Qani asla. Ashqallah. Hashimaxon, Zulayxon. Bir obdan qiz cho'nqib qo'yishiblar. Bugun sizlardan qiz so'rab kelibdik. Matqutaxon, Metram xallamo nayt yaxshi odamlar. Bosmush ikki oila qudilishib qolgan bo'lsa, nayt obdan bo'lgan bo'ladi. Sizlarning maslahatinglar qandaqkin? Shunda. Matqutaxon Mitram xalla haqiqatan yaxshi odamlar. Yani kelib bu to'y hamon bo'ladigan to'y emasmi? Shunga bu ishga qarata bizning boshqacha fikrimiz yo'q. Shunda. Asli bu to'yga ancha aldirab ketmasakmi bo'ladi. Lekin Mehmet Usnaxonning dadisining avvali tozi yaxshi emas, shunga sal aldirab qoldik. Undaq bo'lsa, bu to'yni oldimizdagi seshanba bozoriga to'g'rilasak, ulgurami? Ulgurimiz. Qani. Amin. Amin. Allahu akbar. Qani mazak beqish qayla. Mazak beqisila. Asla Zulayxon o'zlari asla. Bu to'yni seshanbek ulgatdimiz a. Uyatdimiz. Tozi geli keldigan bo'ldi Zulayxon. Buncha madash, begambek chiroyli bo'lib ketding jimi? Rahmat. To'y bo'lgan qizning qaysi bir chiroyli bo'lmaydi deysan, senmi to'y qilsang, senmi chiroyli bo'lib ketsan. Ya bo'lmasa sening to'yingni qilatan degan. Buncha madash, oxir to'y qilding. Bizdek Guljamal ishqilgan to'y qilmandiki deb tikkanmiz. Sening to'yingni o'yindiq, endi Guljamalnikini qachon o'ynaymizkin, ha Guljamal? Xudoyim buyursa bir kun o'ynaysizlar. Nimay altun ekan, chaqqan ekan. Qilim hava. Elisin. Mazak beqish qayla. Hali başta ulat şeyvan dedi kırmalda. Hali başta ulat şeyvan dedi. Mehmet Usnaxon, yüzü kısırıp gitti kardeş. Şayı göylek olsa, çamal çıkanda dost senden. Şayı göylek olsa, çamal çıkanda dost senden. Ko'nglimdagi yer bo'lsam, bilmay oltin ekan, chaqqan ekan. Sevganda suysanman, qilganda suysanman. Daryodir suzib, oxirida tomosha qilaman. Daryodir suzib, oxirida tomosha qilaman. Oxirida tomosha Yoriyem hizava, şeşikken söyledos kanava. Yoriyem hizava, şeşikken söyledos kanava.
billah Qo'ymaymiz. Nimay altın iken çakan iken Gönlü qilim hava Gönlü qilim hava Deryalarıyım Ha, Gülürüm, nemi telefonu var? Sul oynab beringlar. Ey, sazandilar, mayak kelinglar. Bular bizni usta o'ynab beringlar deydi. Sul oynab bersin, onun dikini o'tkir qo'yaylik. Guljamal, shunga. Ha. Başlanglar mısın? Kanı başta ulap tuğala Bir şeyvan dediniz kırmalda Kanı başta ulap tuğala Bir şeyvan dediniz kırmalda Can gıcek yüreğimiz Büyük kurduz kırmalda Can gıcek yüreğimiz Büyük kurduz kırmalda Deryaları sınırsızlık Ağrıda tamaşa oynasın Bu deryaları sınırsızlık Ağrıda tamaşa oynasın Şayı göylek olsa Çamal çıkanda dostsun sen ben Şayı göylek olsa Çamal çıkanda dostsun sen Nimelarni o'ylayotgan sen bolam? Hech nima o'ylamdim, cho'ng ona. Cho'ng ona, Xunchamning to'yi hajat qizi deya. Ha, bolam. Mehmonlarni obdan kelib Ha. Hoshma Hozlayxon qarzni ado qilib xotirjam bo'ldim mana. Men seningdan qachon xotirjam Sizmi xotirjam bo'lsiz, cho'ng ona. Shundoq bo'la, Xudoyim, deganingdek bo'la. Ko'p ansirmang. Ma'qul. Cho'ng ona, Xuncham bugun hajat chiroyli bo'lib ketibdi deyman. Ha, bolam. Mana. Assalomu adash. Alaykum assalom adash. Qanday ahvoling? Uyga kira. Qani, Mehmet Tursunoxun ko'rinmaydi. Adash. Mehmet Tursunoxun? Oh! Voy, assalomu alaykum Guljamal. Alaykum assalom. Tinchlik. Yo'lda kelishga jafo tortgansiz a? Yaqin. O'tiring. O'tir adash. Guljamal, Fatimxonam salomat obdan turyotamdi. Hozircha u xili yaxshi, biroq kundan kunga ojizlab ketib bordi o'tang. Kavlingni yerim qilma adash. Xudoyim Fatimxon onamning umrini uzun qilsin, tenini salomat qilsin. Aytqining kelsin. Buncham sizlar paranglashqach turinglar, men o'tin keslab chiqay a. Xuncham, 7 do'nga chiqib olib, Oral yesini unutib qoldingmi nima? Jinim adash, meni bamoyda da'vatamsan, men berib seni so'rsam shu kuni sen Fatimxon onam bilan tuqqan yo'qlig'i ketibsan emasmi? Adash, yigit bilan xil chiqishib qolgansa? Hozircha xeyli yaxshi. U o'zi yuvosh, ishchan, ortiq to'shik ishimi yo'q. Menimi obdan asraydi. Biroq shu uydagilarni ham seni seg'inib uyga ketgimni keltirdi. Adash, sen yengli to'y qilding. Balkim ba'zi ishlar senga yengillik bo'lib tuyulishi mumkin. Vaqt uzargan sir ko'nibmi qolasiz. Ish qilib xotirjam bo'lib qolding. Haras Guljamal, heli shapurt kishini hozirmi ko'ryotamsan? Ha. Kundili mahli tushiriydi. Meni ko'z qarab tikilibli qoladi. U kishini ko'rsam qo'rqib badallarim tikallashib ketadi degan adash. Ahvoldan qaraganda u odamdan san ko'z tushib qolgan o'xshamamdi. Xudo saqlasin. Tov degina ish qilib diqqat qil, men sendan bek ansiraymanjimi? Buncham, Texchi Guljamalga dastig'i rasmay o'ltiribsiz-ku. Tova, gap bilan bo'lib ketib unutib qoptiman emasmi, adash, xafa bo'lmajmi? Ishqisi yo'q. Biz degan o'z odam tursa, jindek o'ltiribdi, men hozir chiqaman. Ma'qul. Mehmet Tursunoxun, o'tin yerdigan xil pamlar bor ekan-a? Qarang, bizning bu yerda mundaq bir gap bor. O'g'lingni oldida o'tinga sol, ondan xotinga deydi emasmi? Mushu kichkina o'tinga yarayamsak, G'uncha gullar bizga tegamdi. Shundaqmi G'uncham? Qaraganda men sizning yog'an o'tiningizni qarab tegib tikanman-da. Bir haqiqatan o'tin yog'iningizni ko'rgan bo'lsam-ki kashki.
Ala adaş. Rahmet. Adaş, yaqindan bilgan Alimjanni ko'rdingmi? Ha. Ölüşkün keptiken. Senin gipani qilib birdan o'ltadik. Onun seni bekmi köygüz kep ketibdi. Assalomu alaykum. Oy, keling Alimjon. Yangi mehmon kelib qopdi-ku. Va alaykum assalom. Alimjon, tekshiribsiz. Xudoga shukr. Sizning kelishingizni o'ylab boqmoqdiman. Oy, olimja adash. Qanday ahvoling? Guljimalni ko'rib men bilan ko'rishni unutib qoldimmi nima? Tursunaxon ikkisi aram bir ko'rishganda. Alimjon, yuqori o'ting. Adash, sen mi kela? Bo'ldi. Men mang'ashtiray. Sizlar o'tiraveringlar. Guljamal, imdavatsiz. Mening kirganim bo'lmadimi? Yo'q. Cho'ng onam og'rib qolgan. Shunga men Adash, shuncha yiroqdan aram bir kelganda tamoq yeb ketdi. Men seni obdan tushunima. Tatinma, ha? Guljamal, tamoqni pishaymi deb qoldi. Biz tamoqni yeb bo'lgandan keyin sizni apirib qo'yg'ash, dadam onamlar bilan ko'rishib kelaylik. Aqina ala. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Bizmi sen bilan birga berib dadam onamlarni ko'rib kelaylik. Ala. Qani sizmi eling Guljamal? ma'qul. Adash, sen meni to'g'ri tushungin. Olimjonga yiqilish hozircha baldorlik qiladi. Olimjonni qiynag'anning foydasimi yo'q. Undaqda o'zingni qiynasang bo'ladi ekanda. Alimjon uyidan qanday taslikda chiqdi? O'z ko'zing bilan ko'rding. Yana uningga ichingmi og'rimaydi ekan. Alimjonning mang'ini ko'rib o'zing qanchalik azoblanding? Buni sen mendan hargizmi yoshiranmaysan. Mehmet Tursunaxon, naqsh yetqash menga ilchi. Men naqshni ancha yaxshi aytamaydim. Amsi uchimiz tang aytli. Mayli. Olimjon bo'lgan bo'lsa, billa aytadiq-a. Shuni degina. Cho'ng ana? Voy, Cho'ng ana? Qarang, kimlar keldi? Assalomu alaykum cho'ng ana. Pocha bolam ketdi-ku. Qanday qayvaldiri? Xudoga shukr. Qani yuqoriga o'tinglar bolalar. Bo'ldi, biz ayrim kelamiz. Dadamlar bilan ko'rishib qaytib ketmasak bo'lmaydi. Uning sabab so'yib qo'ydik ekan. Biz qaytib ketmasak sati Bo'ldi, bo'lmaydi. Rahmat, keyin Kelamiz, biz yana ayrim kelamiz. Biz yana kelamiz. Bo'ldi, qo'yay. Ma'qul. Fatimxon ana. Voy, Assalomu alaykum Fatimxon ana. tekshiribsiz. Qanday tekshirdiңlarmi? Onam og'rib qolgandi, faqat bo'lolmayotdi. Dadam sizni chaqirib keldi deb aytgandi. Bo'la Harun qata. Men Harun bilan keldim, sirtib qoldim. Paranjamdan chiqib bolam bo'la. Ma'qul. Voy xudoyim. Cho'ng ana, meni kiyib. Bo'la bolam. Meni kiyib. Aka bolam. O'yinlar obdan qara bolam. Ma'qul. Darvozni obdan taqa. Ma'qul. Mollarni vaqtida eg'ilga kirib. Yo'lda avaylanglar. Xizmon ayli bolam. Avaylab chiq. Bir necha kundan keyin kelmay bolam. Ma'qul. Xudoga omonat. Xo'sh, Xudoga omonat cho'ng ana. Xo'sh singlim. Sen nima qilmoqchi? Qo'rqmang. Nima qilmoqchi bo'lganim? O'zimga ayon. Yo'q. Agar sen o'g'irlik qilmoqchi bo'lsang, bizning eg'limizda bir qancha meylimiz bor. Shuni olsang meyli bu uydan yo'qol. Darhol chiqib ket.
Siz meni o'g'irliqqa kirdi deb o'ylab qoldingizmi? Xato o'ylabsiz. Meni sizning go'zal chiroyingiz maftun qilib oldi. Men G'uncham, nim bo'ldi? Terlab ketganingizni qarang. Qar besib qapti. Bo'ldi, qo'rqmang. Yetib oling. Uxlang. Mehmet Tursunaxon. Ha? Ati berib Guljamal bilan ko'rishib kelay. Ma'qul. Biroq yolg'iz bosingiz bo'lmaydi. Guljamaldan ansirab qoldim. Bo'ldi, qo'rqmang. Ata, borgandan bir gap bo'lar. Uxlang. Xo'sh, Aspatamxon. Ma'qul. Guljamal salom eysizlar. Xudoyim omonat o'zlarini asraysizlar. Ma'qul, Xudoga omonat. Bo'ldi, o'zingni azoblama. Bo'ladigan ish bo'ldi. Endi keyingi ishlarni qandoqmi qilamiz? Qandoq qilibdiq? Tilasang topasan deb. Mana endi bir umr yolg'iz o'tadigan bo'ldim. Herkes undaq deməcinim adaş. Yaratqan egəm heç qandaq bəndəsini yalğız qoymaram. Adaş, səndən bir işini ötünək. Bu işini heç kim bilməsin, bulamdı maqul. Hətta Mehmet Tursunaxon'um etmə. Bu iş ikimizin o'ttirsida ömürlük sır bo'lib qolsin. Demakchi bo'g'ini, bu ishni Patamxon onamg'am deymamsan. Bilasan, cho'ng onamning salomatligi ancha yaxshi emas. Bu ishlarni u hargizmi ko'taramaydi. Ma'qul adash. Agar sening bunda xiyoling bo'lsa, o'zingni o'ngshab qaddingni ko'tar. Bunda qoldirsam, Patamxon onam bilib qoladi. Agar Patamxon onam bilib qolsa, bilasan, u tegishib ketadi. Adash, qo'ylar bek marab ketyotdi. Men chiqib o't sepirib kiray. Patamxon onamning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Yuzlarimni yuyib, o'zingni o'ngshab, Patamxon onamni asrayman deydi ekansan. Onun qilchilikni chandurma, ha? Hey bolam, bu yoq kela. Ha, mana. Bolam, bizning qo'ylar ko'rinmaydi-ku. Uqmadim. Bir necha kun bo'ldi Guljamal ocham qo'ylarni padaga qatmadi-ku. Hey bolam, Harvin tezayda. Xo'sh bolam, Xo'sh Patamxon.
Gülcemal bolam, nem boldun? Nem bolgan sen bolam, chiroying nimandaq tatırıp ketdi. ishni bo'lmadi chung ana. Oy xudoyim. Nemam bolgansa? Patamxon ana, boshqa hech qanday ish yo'q. Sizlar ketgan kunning ertasi Guljamalning faqat mijozi yo'q. Necha kundan beri bir narsa yemay, bugun oz-poz bir narsa yedi. Ansirmisizlar, ansirgidek hech qanday ish yo'q. Hozir xeyli yaxshi bo'lib qoldi. G'uncham bolam, sen Ha? qachon kelding? Seshanba kuni. Xudoga shukr bolam. Helim yo'q, sen bo'lib qopti ekansan. Bo'lmaganmiz, qandaqmi qilatding kintdan? Meni qo'ymi qo'rqitibetding bolam. Mushundoq og'rib qolsang, men qandaqmi qilaman? Birdan damib olgan bolam, men sen dori qaytib beri. Ichib olsang yaxshi bo'lib qolsa. Bo'ldi. Sizlar paranglashqacha o'tiring. Ma'qul. Hech nimani o'ylama adash. Birdam uxlab ol. Men chiqib sana o'rin sep beray. Dadasi, Ha? o'tgan sizlarga deyman deb unutib qoptiman. Ha. Bugungi kunlikda g'unchamlar kelmoqchi bo'lgan. Aha. Shunga moldan birini so'yaylimki degandim. Sizlarni qanday qilsak bo'la? Ha? So'ysak so'yayli mazlum, so'yayli. Bundaq deganingizga qaraganda bir xo'shallik bormi nima? Xudoyim buyursa, nevri ko'rdigan bo'ldilar. Nevri desizlar. Rasma? Ha. Bu bir xo'shallik ishkan emasmi mazlum? Navri ko'rdigan ish bo'lsa, men hozirlik qo'y emas, kalu so'yman deslar, kalu so'yman. Shuni desizlar. Aras, Guljamal mushkullar nihoyat oz gap qildigan bo'lib qopti, siz sezdingmi? Sezdim dadasi. Bu qizga nim bo'ldiki, jimg'urli bo'lib qopti. G'unchamdan so'rsam, uni bilmayman deydi. Asla dadasi. Ana, Voy bolarim, qani kelinglar. Kelinglar. Assalomu alaykum dada. Bolam yaxshi qanaqa turibsizmi? ahvoling? Yaxshi turyapsansa? Bo'ldi. Dada, yaxshi turyapsansa? Yaxshi. Qanday Assalomu ahvolimiz alaykum, ana. bolam? Qani supga kelinglar. Qani mansizlar? Kelinglar. Amin. Amin. Bismillah. Allohu akbar. Qani qizim, qanday Yaxshi turibsan? turyaptimi? O'zing yaxshi Har holda turyapsansa? salomat. Yaxshi bolam. Yaxshi. Sizlar obdan turganlar. Xudoga shukr bola. Akila ana men qo'yay. Bo'ldi qizim, men qilay. Qani bolarim, choy ichinglar. Elam dada sildin kelsin. Ala bola. Ashhadu. Rahmat. Xo'p, mamlul dadasi. O'ltirlig'i yana. Xo'psizlar. Ana dadam nega bordi? Hech nega qizim, qo'ydan birini so'yayli dedi. O'g'lim, siz menga yordamlashing. Voy, dada, bunda qilmasakmi bo'ladi? Dada, bak kayıp ketib bo'ldi bu. Hech qisi yo'q bolam, siz nega so'ymagan qo'yni? Ana, yaxshi turyapsansa? Yaxshi bolam. Yaqinda bo'lgan ahvoling qandaroq? Xeyli yaxshi turyapman. Lekin yaqindan beri nima yesam shuni yondirib, bek qiynalib ketyapman. Qiz bal to'y qilib farzand ko'mak undoq oson emas bolam. Seni tuqqcha mushkullarni bizni beshimizdan kechirgan. Qizim, bardoshlik bergin. Ana, birdam turib Guljamalning qishig'i berib ko'rishib kelay. Qizim, Guljamalga zodi nim bo'lgandi? Dadangmi so'rayotdi? Men rostini bilmayman. Guljamal mushkullarda menga ancha gap qilmaydigan bo'lib qoldi. Bichar qizga nim bo'lgandi endi. Nemi kun u qizga? Bo'pti qizim, kirib chiqing. Xutog'li. Guljamal singlim,
Gülcemal singlim. Ha? Siz nerede? Men miyada. Tudaqımka? Sizni Patem Hanım to'laydi. Cho'ng onam men nimaga to'lag'andi? Bilmayman. Ish qilib, G'uncham singlimga yig'lab beryotdi. Ha, G'uncham ketdikanda. Ammo Ekin hozir tag'an boraylik. men olay. Avaylang. G'uncham, Guljamal, tish turibsan adash. qandaq ahvoling? Yaxshi turyotansan? Yaxshi. Xilil ig'irlashib qopsan. Ha. O'zing xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? Qani avaylab o'tirib. Adash, anglasam Olimjon bilan ko'rishga unamabsan. Nemishqa undaq qilasan? Olimjon necha kun bo'ldi bizning uyga kelmagili. Mehmet Tursunoxun izlab borsa, soyga ketdi debdi. Bo'ldi adash, so'zlama. O'zing yolg'iz keldingmi? Yo'q, Mehmet Tursunoxun akab qo'yib ketdi. Sening bilan bir necha kun birga turaymikin deyman. Ajab yaxshi. Nim tamoq yeginglar bolalarım. Aşmaqın dadang, G'unchamdan azroq go'sht avatibgan men Men sizga yordam tamoq etay. etib beray. Bo'ldi bolam. Sizlar paranglashqash o'tiringlar. Men hozir tayyor qilman. Ma'qul bolam. Ma'qul cho'ng ona. Sening ay kuningim oz qoldi adash. Shuni degina, men bir oz qo'rqyapman. Sog' salomat yangi vasam bo'ladi. Avayla. Adash, Olimjon bilan ko'rishishni nemish qarat qilasan? Uningga qanchalik ig'ir kelganligini. G'uncham, bundan keyin Olimjonning gapini qilishmayli qo'yaylik. Bo'ldi qila. Sana nima desam bo'larkin? Olimjon seni haqiqatan yaxshi ko'rdi. Sen uningga gap qilmagandan beri u intayin yavaşlab ketdi. Doimli bo'lsa daryodan tosh teridi. U toshlarni nimaga ishlatadiganligini faqat bilmadim. Yaxshiroq o'ylanib boqqan adash. G'uncham, deganing bu to'g'ri. Lekin o'zing o'ylab baqdingmi? Men shunday vaqtda o'zimni topmasam, bu ish har ikkimizga foydasiz. To'y qildimmi deyli, men Olimjonga nima deb javob berman? O'ptaroq o'ylab baqay. Shu kun o'lib olmoqchim bo'ldim. Lekin cho'ng onamni o'ylab, bu niyatimdan yandim. Men qanday qilaman? Bo'ldi adash, ko'nglingni tushunaman. Biroq sen bundaq yig'lab yursang, Patemxon onamni qiynab qo'ysan. Bilamsan, Patemxon onam mendan necha qitimlab so'ragan bo'lsa-mu, men hech nima demadim. Lekin u mening so'zlarimga ishonmay, bizning uyga chiqibdi. Nima? Cho'ng onam yerda do'ngim chiqibdimi? Shundoq. Biroq men hech nima demadim. Qani o'ltirib olg'ana. Avayla. Lekin Patemxon onamning ko'zidan chiqqan yoshi meni bekmi azobladi. Sen anani hammadan aziz ko'rsan, men buningga qoyil. Hamma farzandlar seningdek bo'lsa, intayin yaxshi bo'lgan bo'ladi. To'g'ri. Men cho'ng onamni bekli yaxshi ko'raman. Uni hurmatlayman. Dadam onamla qazo qilganda men oralli ishga yashdiydim. Cho'ng onam yemay, ichmay,
Meni mingdaslik beqib cho'ng qildi. Hatto bir umr to'y qilmay hayotini menga atdi. Hala bugungi kuni kelganda o'zimni o'ylab to'y qilib chiqib kelsam, cho'ng onamga qandaqmi? 100 kelalayman. Mening butun xiyolim cho'ng onamning roziligini elish dedi. Nurg'un elchilarni rad qildi. Cho'ng onam xafa bo'ldi. Biroq men to'y qilib chiqib kelsam, shu cho'ng onam yolg'iz shu uyda qolsa men ansirab o'tira olamdim. Ko'nglingni yerim qilma adash. Mening sana to'linmasligim keladi. Sen to'lim vafodor qiz bo'lding. Men qara, men dadam bilan anamga hech qanday yordam qilolmayotman. Lekin bu dunyoda qiz bola degan hamini to'y qilish kerak ekan. Adash, endi sana nim bo'ldi? Bo'ldi qil. Balang yana shig'longa bo'lib qolmisiz? Assalomu alaykum Sinoxon, tekshiribsiz. Va alaykum assalom Guljamal. G'uncham, qiran kim keldi? Guljamal, uyga kiring. Ma'qul. G'uncham? Mana chiqdim. Tuyuqsizlik yap qapsan-ku, nim bilan kelding? Olimjonning harvasida keldim. Nima? Olimjonning harvasida? Bu qandaq gap? Qandaq gap bo'ladi? Bu yoqqa mang'icha yo'lda tursam Olimjon harvay deb kelyotdi. Shuningga chiqib oldim. Bir narsa demidimi? Yo'q, haroda odam chiqqan, shunga gap qilishmadi. Ha, ras adash. Sal turib Mehmet Tursunoxon sen bilan ko'rishga bormoqchi edi. O'zingli kepsan. O'zingli deb qo'yay. Bizga yangi bo'lgan ayol seninkiga elchilikka bormoqchi ekan. O ayolning bir inisi bor. O ayolning ismi Gulsumxon. G'uncham, men kavun kimi o'tay, ya. Ma'qul. Gulsumxon, men o ayolni tanimdimi? Taniysan. Bizning to'yda payanda saqin ayol shu. Ha, adash, men mangsam bo'g'idak. Nimaga aldiraysan? Bizmi anamnikiga boramiz. Shunga kav ko'mgan. Kav pishqicha oshma pishib qala, dilli mang'ayli. Birdamgacha Olimjonmi kep qala. Olimjon ochliqni shiraq bir yerga opirdiganning gapini qilgan. Balkim kelamasligi mumkin. Ha. Qani, choyga asila. Rahmat. Endi Patam xocha biz mundaq bir ish bilan kelishimizdi. Inim ishchan bola bo'ldi. Hunar desa bir qancha hunari bor. Qizlarmi qiynalib qolmaydi. Uning ustiga qizlari Guljamol ishchan, chiroyli qiz bo'pti. Bu ikkisining beshini bir qilib qo'ysak, jupi-jupi kelgandek bo'lamdiki deb kelishimizdi. O'zlari qanday qaraydi lekin, ha Patam xocha. Sizlarning qizimni tanlaganliklari, bizni cho'ng ko'rganliklari. Buningga rahmat aytaman. Biroq qizimning bu ishiga qizim o'zi bir narsa desa bo'larmiki? Patam xocha, bu nim deganlari to'y ishida azaldan ota-Allohning degini hisob bo'lib kelgan. Sizning bu deganlari toza qamlashmadi jumi? Assalom, tekshirishibla. Cho'ng onam naytim to'g'ri aytadi. Agar men hozirlardan to'y qilib chiqarsam, har qaysilarchi to'g'ri bo'larmi? 60 yoshdan hal qilgan bir onani bu uyga yolg'iz tashlab qo'ysam, men bir bolaga o'xshamdiman. Har qaysilarning kelgan qadamlariga ko'p rahmat, avora bo'lishibla. Mening hozirlardan to'y qilg'im yo'q. Unda biz ketaylik, cho'sizlar. Ma'qul, ismangayli. Oy, birdam o'tirib mangmay. Xo'sh bo'ldi, rahmat. Asta. Cho'sizlar. Mehmet Tursunoxon, sening bu nima qilganing adash, ha? Olimjon, sen nima bo'ldi? Nimada xap bo'lsa? Ey, shundoq muhim ishni nemishqa menga demaysa? Olimjon, sen zot nima bo'ldi aniqni demamsa? Ey, men sendan so'rab boqay. Gulsumxon inisiga Guljamolni olib beramiz deb Guljamolning uyiga elchilikka borganini bilmamsa, ha? Buni qo'yasini. Ey, Olimjon.
Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom bolam. Qani, yuqoriga o'ting. Atdiganda kep qapsiz-ku bolam. Dönögün barangdan 3 tal kava tushib ketibdi-kan. Akşam tonurga ko'mib qo'ygandim. Atdiganda ek beray deb kelishim. Avar bo'lib akamasingizmi bo'ladi bolam. Bak avar bo'psiz. Rahmat. Bo'ldi, tuzdiqmisizlar. Mehmet Tirsunaxun. Ha? Oy. Kep qapsizg'u. Nam, unam. Tatliqligini. Qani o'ltir. Qarang bu balaga. Balını ko'gim kelib chidamay keldim, xotin. Jig'lama. Mana. Olimjon keldimi? Ha. Guljamal ikkisi daryo bo'yida ko'rishmoqchi bo'pti-kan. Yaxshi bo'pti. Men mangay. Dadam o'g'izga laysamoqchi ekan. Yordamlashmasam bo'lmaydi. Bo'pti, berib keling. Ay, o'yg'itib o'tma. Men berib kelayamsa. Ma'qul. Tatliq bolam. Xo'shamsa, xo'sh. Güljamal, Gülsümxonning sizlarning uyga borganligini anglab, bak qo'rqib ketdim. O'zimning qandoqlachi Mehmet Tirsunaxunning uyga borganligimni bilmayman. Xudoyim, meni nimachi qiynaydigan. Olimjon, ko'nglingizni tushunaman. Lekin ikkimizning to'y qilishimiz mumkin bo'lmaydigan ish tursa. Nima ishqi mumkin bo'lmagidek? Dunyoda shuncha odamlar to'y qilsa bo'ladi ekan, biz to'y qilsak nima ishqi bo'lmaydi ekan? U izitin bilmaydigan shaqiqiy. Men tex gaplaringni anglab, xeyli vafodor bola oldimiki desam, aslida ish mundaqkanda. Xat to'xtabdi seni. Olimjon, siz bu dunyodan og'rinmang. Bu dunyo sizga hech qanday yomonlik qilmadi. Sizga yomonlik qilgan asli men. Olimjon, men sizdan o'tinib qolay. Meni unutib ketdim. Men sizga loyiq emasman. Bu sizning nima deganingiz? Güljamal, qandoq gapingiz bo'lsa, menga ochiq demamsiz. Olimjon, men sizga tegdim-ku. Bo'ldi qiling. Sizning nima deydiganligingizni obdan bilaman. Men kambag'al, men yetim qiz demoqchi, shundaqmi? Yo'q, undaq tushunsangiz bo'lmaydi. Men undaq demayman. Amisi nima? Deb beqinga. Güljamal. Bugun men sizga o'chig'ini aytib qo'yay. Mayl osmon o'rilib tushsin yoki yerilib ketsin, men endi taqat qila olmayman. Kelarki oyda uyinglarga elchi kirgizaman. Yo'q, Olimjon, hargiz undaq qilmang. Men sizdan o'tinib qolay. Undaq qilmang, o'tinib qol. Agar meni yaxshi ko'rmasangiz, elchilarni haydab iting. Yo'q. Bo'ldi, qiling, anglamayman. Nimani desangiz anglamayman. Bolam. Men bo'ldim, bolam, nimaga yig'laysan? Tura, bolam, tura. Nimaga yig'laysan, bolam? Nima ish bo'ldi, sadi menga bir degina. Nima ish bo'ldi, sadi bolam? Necha yil bo'ldi, bir haqiqatim kulguningni ko'rib boqmadim. Meni mushundaq o'lsin debsan. Hech nima bo'lmadi. Azma, bolam, nima ish bo'ldi, menga bir degina. Hech nima bo'lmadi. Jo'na. Bolam. Meni bundoq qilsin. Assalomu alaykum adash. Uy. Va alaykum assalom adash. Qanday tez chiqma, obdan turamsa? Qani o'ltira. Mijozing yo'qmi nima? Yo'q, g'uncham qani. Balinib cho'ng'ayib ketgan. Nima, g'uncham so'rab qapsan-ku?
Güljamalning zodi nima maxfiyatligi bor? Sen mendan yo'shirmaydigina. Voy, men sana rostini desam, hech nimani bilmayman. Menga ishon adash. Hech nimani bilmayman. Biz to'y qilmoqchi bo'ldik. Bu ahvolni dadamlarga sen degan bo'lsa, mushayning oxiri choyi kirsin. Qandoq? Ha? Bu tuyuqsiz bo'lib qoldi. Men bir buncham nakilay. Maslahat qilishib anda bir narsa ayla, ha? Qanoq deysa adash? Bo'lmi bo'ladi. Ha. Ma'qul emas, men ketay. Yana azroq ishlarim bordi. Kechda yo'lin qarayman juma amsa. Ma'qul. Xuncan, agar olimjon rostli elchi ko'rgisi qandoqmi qilaman? Bo'ldi, adash. O'zingni azoblama. Bir amal tepilib qola. Bu ish qilgan nima amal bor deysa?